Bu salat tayyorlashni hammaga tavsiya qilaman. Tayyorlash oson, ko'rinish chiroyli va juda mazali. Tayyorlashni o'rganib olsangiz, bayram dasturxoningizda aniq ko'rki bo'ladi. Sizlarga ham shunaqa ko'pchiligiga qilinadigan salatlar yoqadimi? Kelasi videoda nimani o'rgatishimni xohlasanglar, kommentariyaga yozib qoldiringlar. Salat retseptini opsiyaga yozib qoldiraman. Shunaqa ajoyib, mazali retseptlarni o'tkazib yubormaslik uchun va meni yo'qotib qo'ymaslik uchun obuna bo'lib qo'ysangiz, xursand bo'laman. Videoga like bosib, do'stlaringizga yuborish esingizdan chiqmasin. Bismillah. Mazza, albatta oilangiz uchun tayyorlab bering. Ketadi-yu. Bu salatni yosh bolalarga ham, kattalarga ham albatta tavsiya qilaman. Laziz, alhamdulillah.